Xo'p do'stlar, davom etamiz. Going to mavzuyimizni davom ettirgan holda, ya'ni going to moqchi degani edi, degani deb aytib o'tdim. Endi, ya'ni bu degani nimadir qilishga qaror qildim. Ya'ni mani maqsadim shu, ya'ni shunaqa qilishga qaror qildim, mani maqsadim shu. Xo'p, endi misollar ko'radigan bo'lsak, I'm going to buy some books tomorrow. Ertaga bir qancha kitoblar sotib olmoqchiman. Ya'ni shunga qaror qildim. Bo'ldi. Sarah is going to sell her car. Sara mashinasini sotmoqchi. Ya'ni sotishga qaror qildi, bo'ldi. Ya'ni hech narsa qilmadi hali sotish uchun, shunchaki sotishga qaror qildi. Endi aytib o'tganimdek, hamma misollarni ko'rib o'tirmaymiz. Present continuous ham ishlatsak bo'ladi dedim. Faqat bu ham xuddi shu planlar uchun ishlatiladi, lekin bu nimadir qilingan, ya'ni nimadirga kelishib qo'yilgan, kimgadir aytilgan, ya'ni kelishib qo'yilgan yoki nimadir sotib olingan vaziyatlarda ishlatamiz. Ya'ni kelishilgan kim bilandir. Shunaqa, ya'ni sodir bo'lishi aniq bo'lgan narsalarga biz present continuous ishlatsak bo'ladi. Ya'ni I'm doing deb ishlatsak bo'ladi. Misol uchun I'm playing tennis with Julia tomorrow. Ya'ni men Julia bilan ertaga tennis o'ynayapman. Ya'ni Julia biladi buni, Julia ham rozi bo'lgan va tennis o'ynaydi. Endi xuddi shuni o'rnida I'm going to play tennis with Julia deydigan bo'lsak, ozgina ma'no jihatdan farqi bo'ladi. Ya'ni bu paytda Julia bilan tennis o'ynamoqchiman. Ya'ni может unga hali yetmagandir, lekin ma'no jihatdan ozgina farqi bo'ladi. Ya'ni moqchi degan ma'noda ishlatsak. Endi yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Deylik, qayergadir bormoqchiman deb desak qanaqa bo'ladi? Misol uchun I am going to, ya'ni men moqchi. Endi undan keyin shunchaki bormoq so'zini ishlatamiz. I'm going to go. Misol uchun I'm going to go to the, misol uchun village. Ya'ni men qishloqqa bormoqchiman. I'm going to go to the village. Men qishloqqa bormoqchiman. Go so'zi going to bilan unchalik ko'p ishlatilmaydi, lekin qayerlardadir ko'rishinglar mumkin. Lekin shunaqa vaziyatda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni bu grammatik tomondan ham har tomonlama to'g'ri. Ya'ni I am going to, ya'ni ikkita go bo'lib qolganiga ahamiyat bermaymiz. Aytganimdek, bu yoqdagi going to dagi go bormoqqa aloqasi yo'q. Bu moqchi degan ma'noni bildiradi. Keyin go, ya'ni verb one ishlatildi, keyin to the village, ya'ni qishloqqa. Xuddi shunaqa ishlatiladi. Endi going to ni yana bir vaziyatda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni going to qanday vaziyatda ishlatsak bo'ladi? Nimadir biz bitta qarashimizda, ya'ni ko'rinishidan shunaqa bo'ladiganga o'xshab tursa, ya'ni bo'lish ehtimoli baland bo'lsa, misol uchun bo'lish ehtimoli 80-90% bo'ladigan bo'lsa, biz going to ishlatsak bo'ladi. Misol uchun, mana bu bolaga qaraymiz. Bola osmonga qaradi, osmonda qora bulutlar. U aytayapti, it's going to rain. Yomg'ir yog'moqchi. Ya'ni yomg'ir yog'ib boradi hozir demoqchi. Ya'ni chiroyliroq tarjima qilsak, yomg'ir yog'adi deb tarjima qilsak bo'ladi yoki yomg'ir yog'moqchi. O'zbek tilida ham xuddi shunaqa ishlatamiz. Misol uchun osmonga qaraymiz, qora bulutlar bo'lsa, nima deymiz? Yomg'ir yog'adi. Aniqroq qilib aytamiz. Endi shu paytda xuddi shunaqa deb aytmoqchi bo'lsanglar, ya'ni yomg'ir yog'adi demoqchi bo'lsanglar, it's going to rain, ya'ni yomg'ir yog'moqchi, yomg'ir yog'adi deb ishlatsak bo'ladi. Mana misol uchun look at the sky. Osmonga qara. It's going to rain. Yomg'ir yog'moqchi, yomg'ir yog'adi, ya'ni black clouds now. Ya'ni qora bulutlar bor ekan hozir. Yoki keyingisi oh dear, oh azizim, it's 9 o'clock. Soat 9 and I'm not ready. Men tayyor emasman. I'm going to be late. Men kech qolaman. Ya'ni kech qolmoqchiman. Ya'ni buni kech qolishga maqsad qilmadi. Ya'ni aytganimdek nimadir bo'ladi deb tarjima qilamiz bunda. Agar nimadir ko'rinishdan shunaqaga o'xshasa, shunaqa paytda nimadir bo'ladi deb tarjima qilamiz moqchi degandan ko'ra. Chunki shunda tarjimasi aniqroq, chiroyliroq chiqadi. Ya'ni bu yoqda bu ayol rejalashtirmadi kech qolishni. Shunchaki tayyorlanishda yoki uxlab qoldi yoki nimadir bo'ldi, xullas kech qoldi. Ya'ni aytayapti, soat 9 bo'ldi. Ya'ni kech qolish ehtimoli 90% yoki 99%, ya'ni ehtimoli juda ham baland. Shuning uchun ham u nima ishlatyapti? I'm going to, men moqchi, to be bo'lmoq, late, kech, ya'ni kech bo'lmoq, ya'ni kech qolaman deyapti. 9 o'clock now and not ready. Soat 9 bo'ldi, lekin hali ham tayyor emas. Ya'ni u kech qoladi degani bu. Xuddi shunaqa vaziyatlarda ishlatsak bo'ladi. Yoki bitta o'zimdan misol qo'shadigan bo'lsam, deylik, tasavvur qilamiz, bitta stol turibdi. Shu stolni burchagida, ya'ni chet qismida, juda ham chet qismida, ya'ni tushib ketay deb turib bitta stakan turibdi misol uchun.
bitta stakan turibdi. Shu stakanga qarayapmizda, misol uchun, o'sha stakanga qarab kichkina bolacha yaqinlashib kelyapti. Juda ham kichkina bolacha, unga tegib ketish ehtimoli juda ham baland. U bola ketyapti. Shunda aytsak bo'ladi, the glass is going to fall. Ya'ni shunaqa bo'lay deyapti. Ya'ni hali bo'lmadi, lekin bo'lish ehtimoli baland. Nima uchun? Chunki bola ketyapti. Ozgina tegib ketsa, stakan pastga tushib ketadi. The glass is going to fall. Ya'ni stakan yiqilib tushadi. Ya'ni yiqilib ketadi. Shunaqa deymiz, misol uchun. Hojiboy Tojiboyev gap bor, uni borma, kuyasan deydi. Xuddi shunga o'xshab, ya'ni bola ketyapti o'sha joyga, u borsa ehtimoli juda ham baland, ya'ni 90% yoki 99%. Shunaqa vaziyatlarda ham going to ni ishlatsak bo'ladi.